Ko'chaga chiqdim janjal. Nima bo'lyapti o'zi akalar? To'xtanglar, nima bo'lyapti? Tinchlikmi? Aka ko'rmaysizmi? Havolatda salonda bir dona 8-9 qolibdi, shuni men olaman deb janjal qilyapman. Men sendan oldin keldimmi? Men olaman. Men bir kecha ko'rib Akalar urushmanglar. Men o'tga safar batda reklama qilganimda ham Farg'onada havola saloni bormi deb bilmabmiz deb ko'pchilik yozdi. Bor. Mashinani ham Tayes Europa. Akalar, aka bu bazasida ashuncha mashina bor. 8-9 bir soatda rasmlashgan. Ko'pagan. Hammasidan bor aka. Ben sizga olib keldim. Ha, ikkovlangga ham yetadi. Urushmanglar, yurilaman sizlarga ko'rsataman. Mana o'sha janjallarga sabab bo'lgan Haval 89 modeli o'sha janjallashgan xaridorlarimiz uchun do'stlashib ham olish shekilli mashina qalay ekan akalar? Yo'qdimi? Janjallashmasdan olsa ham bo'lar ekanmi? Ikkita ota bittami ishlaring akalar? Mana janjallashmaysizlar. Bu joyga kelib bemalol bitta pasport bilan ikkita xotda mashinani nomlarini rasmiylashtirib chiqsanglar ham bo'ladi. Naqd yoki nasib savdoga olsanglar ham bo'ladi. Bu joyda Havalga tegishli bo'lgan barcha modellarni xarid qilsanglar ham bo'ladi. Ekranga raqamlarini qo'yib qo'yaman. Bundan tashqari sizlar uchun rasmiy Instagram kanalini ulab qo'yaman. Bu joyga o'tib bemalol sizlar narxlar bilan batafsil ma'lumot olib kelsanglar ham bo'ladi. Bu joyning adresi Farg'ona shahar, aeroportdan o'tganlarida o'ng qo'llayinda keladi. Usangil zavodining ro'parasida Farg'ona Haval Davr Motors. Aqlli tanlov. Sababi ikkita xotda mashina sizlarniki bo'ladi.